Dasturimiz davomida Real va Manchester City Valverde shousi haqida batafsil. Norvegiyada yana bayram. Bodoqlim davom etadi. Abduqodir Husanov kecha 90 daqiqa harakat qildi. Statistika va fikrlar. Chempionlar Ligasi nimchorak final dastlabki uchrashuvlar yakuni. Siz bilan yana Yashil maydon kanali. Assalomu alaykum. Kecha Real Madrid Manchester Cityni Chempionlar Ligasi doirasida qabul qildi. Deyarli ikkinchi tarkib bilan harakat qilgan qirollik klubi Cityga javobsiz 3 ta gol urishdi. Bu o'yin Valverdening benefisiga aylanib ketdi. O'yinning 20-daqiqasida Federico Valverde hisobni ochdi. 27-daqiqada dublni rasmiylashtirdi. 42-daqiqada hat-trickga erishgan Valverde o'yinning eng yaxshi o'yinchisi bo'ldi. Javob o'yini oldidan Real katta ustunlikka ega bo'ldi. Javob o'yini 18-mart oqshomida Manchester City maydonida bo'ladi. Yevropa futbolida yana bir sensatsiya yuz berdi. Norvegiyaning kichik ammo jasur klubi Bodoqlimt yana bir gigantni tiz choptirdi. Bu safar ularning qurboni Portugaliyaning kuchli jamoasi Sporting bo'ldi. Asmira stadionida bo'lib o'tgan bahs boshidan oxirigacha mezbonlarning ustunligi ostida o'tdi. Uchrashuvning ilk daqiqalaridan boshlab Bodo futbolchilari yuqori pressing va tezkor hujumlar bilan raqib himoyasini bosim ostida qoldirdi. Yarim himoyachi Sondre Brunstad jarima maydonida yiqitildi va penaltini uning o'zi aniq amalga oshirdi. Hisob ochildi. Stadiondagi muxlislar esa bu gol bilan haqiqiy futbol bayramini boshladi. Ko'p o'tmay mezbonlar yana zarba berdi. Qanotdan boshlangan tezkor hujumdan so'ng Ole Didrik Blomberg juda tor burchakdan gol urib, hisobni 2-0 ga yetkazdi. Sporting futbolchilari esa bu bosimga qarshi deyarli javob bera olmadi. Ikkinchi bo'limda Portugallar vaziyatni o'zgartirishga harakat qildi, ammo Bodo himoyasi juda tartibli o'ynadi. O'yinning 71-daqiqasida esa barcha savollarga yakuniy javob berildi. Kasper Hog ajoyib uzatmani darvozaga yo'llab, hisobni 3-0 ko'rinishiga olib keldi. Shu tariqa Bodoqlimt yana bir bor Yevropa futboliga signal berdi. Bu jamoa endi shunchaki sensatsiya emas, u haqiqiy kuchga aylanmoqda. Real Madrid va Manchester City o'rtasidagi bahsda Valverde 10 ball oldi. Courtois 8,4 ball bilan ikkinchi. Rudiger 7,7 ball bilan uchinchi. Real tarkibida eng past 6,3 ballni Pitarch oldi. City tarkibida eng yuqori ballni Donnarumma oldi. U 7,4 ballni qo'lga kiritdi. Eng past 5,6 ballni Neko Oreli oldi. Vatandoshimiz Abduqodir Husanov esa 5,9 ballni qo'lga kiritdi. Ha, bu yuqori ball emas, chunki City himoyasi kecha pand berdi. Himoyadagi xatolar sabab gollar urildi. Husanov to'pga 106 bor tegindi. 96% aniq paslar berdi. Himoyachi uchun yomon emas. Husanovning o'yiniga muxlislar ham fikr bildirdi. Ba'zilarini aytib o'taman. U mehnatkash va o'yinni faol o'tkazdi. Pressing va qarshi hujumlarni bloklash vazifalarini yaxshi bajardi. Ba'zilar esa quyilgan ballni biroz past hisoblashmoqda. Umuman olganda muxlislar turlicha baholashmoqda. Ba'zilar esa jamoaviy omadsizlik fonida adolatli ball deya hisoblashmoqda. E'tirof etish joizki, Husanov o'yinni to'liq o'tkazdi. Chempionlar Ligasining nimchorak final dastlabki bahslarida quyidagicha hisoblar qayd etildi. Galatasaray Liverpool 1-0 hisobi. Atalanta va Bavariya 1-6 hisobi. Atletico Madrid Tottenham 5-2 hisobi. Newcastle Barcelona 1-1 hisobi. Leverkusen Arsenal 1-1 hisobi. Bodoqlimt Sporting 3-0 hisobi. Paris Saint-Germain Chelsea 5-2 hisobi. Real City bahsida 3-0 hisobi qayd etildi. E'tiboringiz uchun rahmat azizlar, Yashil maydonda qoling. Sizning bir dona like bosganingiz bizni yangi videoroliklar tayyorlashga undaydi. Kanalimiz rivoji uchun o'z hissangizni qo'shing, afsuslanmaysiz. Biz 5000 taga chiqsak videolarimiz jonli sharhda bo'ladi. Salomat bo'ling.